Shuning uchun har bitta qarorlarimiz bugunimiz bilan bog'liq bo'lsin. Ayni vaqtda biz ham bugun uchun qaror qabul qilganmiz va studiyamizda hozir mehmonimiz bor va bugungi mehmonimiz bilan bo'ladigan suhbatdan keyin yurtdoshlarimiz o'zlariga bo'lgan motivatsiyalari yana ham oshib ketsa ajab emas. Demak, ularni tanishtiramiz. Studiyamiz mehmoni Jizzax davlat pedagogika universiteti jismoniy tarbiya fakultetining 2-kurs talabasi, sportning penchak silat turi bo'yicha 4 karra O'zbekiston chempioni, workout bilan shug'ullanayotgan ajoyib yoshlardan biri Jasurbek Bobobekovni bugun studiyamizga taklif etganmiz. Ular nafaqat mana shu penchak silat turi bo'yicha chempion, aynan jismoniy tarbiya bo'yicha talaba, shuningdek ajoyib bir challenge-ni boshlagan yoshlardan hisoblanadi. Jasurbek, xayrli tong. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Va alaykum assalom. Ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Men ham xursandman. Endi sportchi bo'ladi-yu, erta tongdan uyg'onish muammo bo'lmaydi odatda. Lekin bugun dastur uchun maxsus erta turdingizmi? Yo'q. Ertalab yuguriladi, vatan tarbiya qilinadi. Juda ham yaxshi. Xo'p, ana endi keling, Jasurbek qaysi challenge-ni boshlaganliklari haqida hozir ma'lumot berib o'taman. Bunga keyinroq to'xtalib o'tamiz. Ya'ni Jasurbek Bobobekov haligi adjumaniya deyishadi, push up deyiladi inglizchasiga. Mana shu challenge-ni boshlaganlar bugun 196-kuni kuniga bitta qo'shib boradilar. Bu challenge 365 taga yetgunga qadar. Bu qaysi sanada bo'ladi? 365 ta hisoblab ko'rganmisiz? Yo'q, hisoblab ko'rmadim. Hali hisoblab ko'rmaysiz. Bugun nechinchi kun degan savol bersak. Bugun 196-kun. 196-kun. Bugun 196-kun. Keling endi Jasurbek, sportga bo'lgan qiziqish qanday paydo bo'lgan? Uni qaysi penchak silatdan boshqa sport turlari bilan ham nazarda qiziqish bor? Shundan boshlasak. Sportga qiziqishim maktab davrlari boshlangan. Maktab markazida akalarimiz salto otib, turnik chiqib, sport bilan shug'ullanardi. Biz shunga qarab motivatsiyamiz oshib, sportga qiziqishimiz yana ortgan. Shu akalarimizga rahmat aytib qolaman. 7-sinflarimda keyin kurash turiga borganman. Kurash bilan shug'ullanardim. O'zimiz hobbim bo'lgan. Haftada 3 marta yo bo'lmasa 2 marta oddiy qishloq sharoitidan chiqib, o'zingiz bilasiz, qishloqda unchalik ish tugamaydi. Ishdan ortishib 2 kun, 3 kun, albatta 2 kun, 3 kun borardim. Unchalik musobaqalarga chiqmasdim, o'zim qiziqardim. Keyin Navro'z bayramlarimizda kurash bo'lardi, kurashardik. Keyin raqobat kuchli bo'lgani uchun keyin penchak silat sport turiga 2023-yil dekabr oyida kirib kelganman. Hozirgacha shug'ullanaman. Bunda 3 marta birinchi o'rin respublika chempionatida, keyin 1 marta ikkinchi o'rin bo'lib qolgan respublikada. Nega penchak silat? Bu sport turi haqida haligi yakka kurash sport turi ekanligini bilaman va men bilardim. Qoidalarda birozgina o'zgarishlar, farq bor. Ya'ni ommaviylik masalasini menimcha bunda boshga urish mumkin emas. Boshga jarohat yetmaydi. Keyin qo'l oyoq uriladi. Xatti-harakatlari. Bilishim bo'yicha siz Samarqand viloyatidansiz. Qaysi tumanida? Nurobod tumanida. Nuroboddansiz. Jizzaxda qanchalik 2-kurs talabasiz moslashib keta oldingiz viloyatimizga? Tez moslashdim men. Ancha. Moslashib ketib olaman-da ko'p joyda. O'zi Samarqand ham bizga yaqin hudud bo'lgani uchun bizni samarqandliklar juda ham ko'p va hattoki o'sha jizzaxliklar ham ularni ancha yillardan beri tanishlari kabi quchoq ochib kutib olishadi va ular ham qaysidir ma'noda xuddi o'zlarini demak bordi keldimiz yaxshi. Shunaqa. Jasurbek, men bitta narsani bilamanki, sport bilan shug'ullanadiganlar bugun yaxshi bir internetda ham siz challenge boshlagansiz, o'zini yaxshi tavsiyalarini berib borayotganlar ham ko'p. Turli yo'nalishda biznes bo'ladimi, sport bo'ladimi?